Yana do'stlarimizni haqlaridan bittasi ularni haqqiga duo qilib turishlik. G'oyibona duolarda bo'lib turishligimiz. Ya'ni do'stlarimizni doimo eslab duo qilib, shularni namozlarimizda, duolarimizda eslab turishligimiz. Hajga borgan hojilarimiz yaxshi bilishadi. Arafotda turib do'stlarni haqqiga duo qilishadi. Janob payg'ambarimizning ravzalarini ziyorat qilganlarida do'stlarning salomlarini bir-birlariga yetkazadigan insonlar bor. Payg'ambarimizga yetkazib qo'yadiganlar bor. Do'stlarimizni doimo duoda eslab turishligimiz. Sahobalardan birlari aytgan ekanlarki, joy namozga boshimni qo'ygan paytimda 70 ta do'stimni haqqiga duo qilardim degan ekanlar. Duolarni qilib do'stlarimizni eslab, doimo do'stlarimizni yaxshi fazilatlarini tilga olishligimiz. Bir do'stimizni yaxshi ko'radigan bo'lsak, yaxshi ko'rishligimizni izhor qilib qo'yishligimiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida sahobalardan birlari aytdilarki, "Men shu insonni Alloh uchun yaxshi ko'raman" dedilar. Shunda janob Rasululloh aytdilar, "Yaxshi ko'rishingni o'zing izhor qilgin. Yaxshi ko'rishingni bildirib qo'ygin" deganlarida, "Ey birodar, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" deb yuzlariga borib izhor qilgan ekanlar. Va rozi rizolik so'rab qo'yishligimiz. Do'stlar bilan ulfatlarda o'tiramiz. Davralarda o'tiramiz. Oramizdan yaxshi yomon gaplar o'tgan, gina adovatlar o'tgan. Janob payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlar, ertalab turgan odam kechgacha yetaman demasin. Kechgacha yetgan odam ertalab turaman demasin. Tanasdagi jonni omonatligini bilib tursin, musofirligini bilib tursin. Bir kun dunyodan ketishini muqarrarligini bilib tursin. Ya'ni rozi rizolik so'rab qo'yaylik. Ey birodar, sizdan o'tgan bo'lsa, men kechiring, mendan o'tgan bo'lsa, siz kechiring deb. Do'stlarimiz bilan gina adovatga borib qolgan bo'lsak, gina adovatni unutib, bir-birimizni haqqimizga duo qilaylik. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan yana bir hadis borki, men sizlarga ulug' bir ibodatdan xabar beraymi? Kechalari turib o'qiladigan nafl namozlardan, kunduz kunlari tutiladigan nafl ro'zalardan, savobi ulug' ibodatdan xabar beraymi? Kechalari turib o'qiladigan nafl namozlardan, kunduz kunlari tutiladigan nafl ro'zalardan savobi ulug' ibodat, o'rtasi uzilib qolgan, arazlashib yurgan insonlarning o'rtasini isloh qilish, yarashtirish, insofga chaqirish ulug' ibodatni savobiga ega qiladi degan ekanlar. Shuning uchun do'stlarimizning orasidan nizo o'tib qolganlar bor. Arazlashib qolganlar bor. Bandachilik yuzasidan nuqsonga yo'l qo'yib qo'yganlar bor. Shularning o'rtasini isloh qilib, Alloh uchun kechirib, yarashib, omonlashib ketishni fazilati ulug', savobi afzal bo'lgan amallardan bittasi ekan. Do'stlardan o'tgan xatolarni unutib, doimo haqlariga duoda bo'lib turishligimiz joiz bo'lgan amallardan bittasi ekan. Bo'lgan voqealardan bittasi Toshkent shahrini eski shahar dahasida Pushtihammom mahallasi bor. Shu mahallada tabarruk yoshlariga yetib, umrlarining oxirgi kunlarigacha el yurtga xizmat qilib o'tgan, o'z zamonasini allomalardan allomai zamon hofizi Qur'on bo'lgan alayhi rahma Abdulaziz qori buvamiz o'tgandilar. Bir kun suhbatlariga borgan paytimizda, ziyoratlariga borganimizda bir gap aytdilarki, "Bolam, men dunyoda g'arib bo'lib qoldim" degan gap aytdilar. Shunda men taajjub qildim. "Otaxon, siz nimaga g'arib bo'lasiz? Alloh sizga ilm bergan, o'zini kalomini qalbingizga joylab qo'ygan bo'lsa, nabira abiralaringizni o'zi 100 dan ortib ketadi, yig'ib keladigan bo'lsak, bag'riz butun pir badavlat bo'lsangiz, yurtimizdagi ko'zga ko'ringan e'tiborli ulamolar, allomai zamonlar, hofizi Qur'onlarni ko'pini ustozi siz bo'lsangiz, har kuni eshigingizda o'nlab odamlar ziyoratingizga mushtoq bo'lib tursa, siz qanaqa qilib g'arib bo'lishingiz mumkin?
degan savolni bersam, bolam tushunmadim. Nabira, abiralar o'z yo'liga, shogirdlar ham o'z yo'liga, eshigimizda turgan ziyoratchilar ham o'z yo'liga. Mani g'aribligimni ko'rinishi billa tug'ilib o'sgan, birga katta bo'lgan, bolalikni beg'ubor kunlarni birga o'tkazgan, birga ulfatchilik bo'lgan, birodar bo'lgan, do'st bo'lgan qadrdonlarimdan bittasi ham qolgani yo'q. Do'stlarimni qumsiyman, sog'inaman, ko'rgim keladi, lekin hammalari o'tib ketishdi. Yolg'iz o'zim qoldim. Birodarlarimni hammasi Dorul Baqoga rihlat qilib ketdi. Yolg'iz o'zim bu dunyoda musofir bo'lib qoldim, g'arib bo'lib qoldim. Men ham endi ketsam bo'lardi deb ko'zlariga yosh olganlarning guvohi bo'ldik. Shunda Allomai zamon, hofizi Qur'on bo'lgan, nomi butun dahaga, butun dunyoga mashhur bo'lgan, qancha shogirdlarni ko'zini ochgan, qalbi Allohning kalomi Qur'onga ulfat bo'lgan Abdulaziz qori buvamiz ham umrlarini Shomida, umrni oxirgi kunlarida do'stlarini qumsaganlarning guvohi bo'ldim. Hammamiz ham do'stlarimizni qumsiymiz, vaqt kelganda qadriga yetmaymiz. Arzimagan sabablar bilan qiyomat diydor bo'lib ketayotgan, o'rtaga bir gap aralashib, yo tijorat, yo bo'lmasam boshqa bir sabablar bilan munosabatlarimiz uzilib ketayotgan do'stlar bor. Shuning uchun suhbatimizni muxtasar qilar ekanmiz, bir narsani unutmaylik. Omonatmiz, musofirmiz. İbtidosi bor narsani intihosi bor. Nur sochgan quyoshchi bir kun botishi bor. Dunyoga kelgan insonni bir kun qaytishi bor. Qancha insonlar qaytib ketishdi. Biz ham yo'lga chiqqan musofirmiz, biz ham yo'ldamiz. Otamiz borgan vatanga biz ham ketamiz. Onalarimiz borgan vatanga, do'stlarimiz ketgan vatanga biz ham ketamiz. Lekin hozir shu vatanda yurganimizda do'stlar bilan chiroyli bir munosabatda bo'lib, ulfatchilik, qadrdonlikni unutmasdan, do'stlikni odoblariga amal qilib, bir-birimizdan rozi bo'lib, bir-birimizni haqqimizga duo qilib, qilgan amalimiz bilan Allohning rahmatiga noil bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin. Yana